Bugungi videoda men Backmine serverda o'ynab ko'raman. Bilmasangiz bilasizki, Backmine nuqta qanaqa? Mana qo'yib ketaveradi. Backmine nuqta elitehost nuqta uz. Mishkani yondirib olay. Ana. Nimagadir ishlamas ekan. Chiqamiz. Endi men bu yerga kirish kerak. Bu ana kishi onlayn. Qilamanki, admin onlayn. Xo'p, endi kapchatdagi narsani yozamiz. A1 qami? A1 q e. Oldi kir. Cristiano Ronaldo deyman. Endi kiramiz serverga. Voy, qo'tyapti-ku ping. Askafa spawnga o'xshatgan. Hop, Backmine SMP narxi uchun Yana endi box pp survival anarxiya bu yerda qonun men qaydaman? Nima? Asosiy spawnga borish uchun spawnga qaytish uchun spawning. Mana skin set so Artcraft bir xil. Mayli. Skin yo'qmi? Skin. Hamma Что-то не туда. Skin. Mayli. Endi bo'lsa kit deymiz va bizga kit beriladi ekan. Kit dedim. Kishi onlayn biz bilan o'zimam bilan 3 kishi onlayn bo'ldi. Mana hammasini yechib qo'yamiz. Air boshlanishini kutamiz. Event time yoki vaqti. Nima ekan airship mi vaqti? Deylarmikan airship time. Xo'sh, bular nima? Hammasi start bo'lganmi deyman. Admin kirgan, hammasini start qilib qo'ygan. Keyin ketganmi shunda? Mayli, Warpmine'ga boramiz shunda. Bag'da lag bo'layotibdi-ku. Tushib ketdim. Hozir o'laman-ku. Bu lagli server ekan-ku. Mayli, hammaga xayr.